Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Uch tumanda yashil makon umumiy loyihasi doirasi asosida 2021-yil 2024-yillar mobaynida 4.502.000 tup daraxt ko'chatlari ekildi. Xususan Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 7-mart kungi 144-F sonli farmoyishi bilan bahor mavsumida 737.500 tup, kuzgi mavsumda 518.000 dona har xil turdagi manzarali, mevali va qurilishbop material beruvchi daraxt ko'chatlari ekilgan bo'lib, 2024-yil davomida jami 1.255.000 tup ko'chatlar ekish ishlari amalga oshirildi. 2025-yil bahor mavsumida ko'chat ekish prognoz ko'rsatkichlari rejasi 746.200 tup rejalashtirilgan bo'lib, bu rejada manzarali, mevali va boshqa turdagi daraxt ko'chatlari ekish rejalashtirilgan. Shundan sohalar kesimida quyidagicha taqsimlab chiqilgan. Fermer xo'jaliklari dala chetlari ihota barpo qilish uchun 236.500 tup tut ko'chatlari va terak ko'chatlari rejalashtirilgan. Bog'zorlar, tokzorlar va yangi tutzorlar barpo etishga 270.000 tup ko'chatlar, MFIlar aholi tomorqalari atrofiga 105.000 tup ko'chat rejalashtirilgan. Obodonlashtirish boshqarmalari hududlariga 33.000, o'rmon fondi yerlarda o'rmon barpo etish maqsadida 14.000, avtomobil va temir yo'llar bo'ylariga 9.100 tup ko'chat ekish rejalashtirilgan. Tumanimizda daryo, kanallar, ariqlar va zovurlar bo'ylariga va ihotani saqlash maqsadida 9.600 tup ko'chatlar sanoat korxonalari tomonidan Prezidentimizning topshiriqlariga asosan yashil belbog' barpo etish 36.000 tupga oshirildi. Maktabgacha sog'liqni saqlash oliy ta'lim muassasalari hududlariga 3.000 tup ko'chat ekish rejalashtirildi. Vazirlik idoralari, xo'jaliklar birlashmalari va korxona hamda ularga tutash hududlariga 2.608 tup ko'chatlar ekish rejalashtirildi. Tumanimizning tijorat banklari hududlarida 3.300 tup ko'chat ekish rejalashtirildi va bu ko'chatlarni sug'orish tizimlari bo'yicha ham rejalar belgilangan. Tumanda 1 gektardan yashil bog' va yarim gektardan kam bo'lmagan yashil jamoat parklari tashkil etish rejalashtirilgan. Mini bog'im loyihasi doirasi asosida barcha tuman va shaharlarda jamoatchilik fikri asosida yashil bog' yoki yashil jamoat parki barpo etish rejalashtirilgan. 2024-yil mobaynida Beruniy MFI hududida mini bog'im loyihasi asosida mening bog'im tashkil etildi va bahorgi mavsumda bitish arafasida. Yashil makon umumiy loyihasini amalga oshirishda yangilangan nazorat mexanizmi tatbiq etildi. Birinchi bosqichda yashil makon umumiy loyihasi doirasida yashil makon eko axborot tizimiga tashkil etilgan shtablar tomonidan kunlik ma'lumotlar kiritib boriladi. Ikkinchi bosqichda planshetlar bilan ta'minlangan 3 nafar eko inspektorlar tomonidan shtablar kiritgan ma'lumotlarning haqqoniyligini joyiga chiqib tekshiriladi va planshetlarga rasmlarga olingan holda geolokatsiya orqali ekilgan joyi belgilab boriladi. Uchinchi bosqichda inspektorlar ekilgan ko'chatlarni parvarishlash majburiyatini mas'ullarga dalolatnoma asosida biriktirib boriladi. Yashil makon umumiy loyihasi doirasida ishlar tumanimizda davom etmoqda. Tumanimizni obod va ko'rkam bo'lishiga har birimiz o'z hissamizni qo'shaylik. E'tiboringiz uchun rahmat.